Seni nima ishing bor? O'zim bilaman nima qilishdi. Menga aql o'rmatyapsiz. Tushundingmi? Oshna, bilasanmi, doim bir joy yig'ilganimizda shot to'laydigan paytda tilla yo'qolib qoladi. Allohga tekkan kasallik yo'q. Qo'yaver oshna, sen bizga Alloh bersin. Shuni aytdi o'zim. Bo'pti, bo'lmasa ustalarni chiqib qoldi. O'zim tutmoq qilaman. Ha, mashina sanagan o'zingni rasis tafsiz. Ketdingmi? Telefonda gaplashyotgandim. Chiqishdingmi? Ha. Ketdingmi bo'lmasa? Ketdik Bo'ldi, bo'lmasa. o'tirishmoqmiz. Bolalar, erta o'tib indinga hayt ekan. Senlarni hozir bitta zo'r joyga boramiz. Qay borasan hozir? Hozir kech o'lgandi. Voy, undan ko'ra uyga ketaylik. Seni doim shu odatingni yomon ko'raman. Inomjon, bir og'zim gapirsam bo'lmaydimi? Qo'ysangchi bu gaplar. Rahmatda yomon yo'lga boshlaganmidi? Borib ko'raylik. Ketdik hoji hayda. Bolalar, mana senlarga aytgan joyim Newshoes magazinida oilaviy ayollarga boshdan oyoq sarpo kiyimlar, mana shunda eng zo'rlari sotadi. Qator kirsang senlarga ko'rsataman. Shu ishni nima keragi bor edi? Baribir o'zlaring bilganingdan qolishmani. Mayli o'zlaring bilishsin. Bu ikkovsi bir xil bayram deb turib, pul sarflayapti. Nima keragi bor ekan? Yoki men ham ayolingga bir sovg'a olsammikin, ha? Sen nas olmayman bo'lding. Ayolimga olaman seni. Birinchi o'rinda onangga oying. Seni shu yoshga yetkazguncha onang qancha parvarish qilgan seni. Seni nima ishing bor? O'zim bilaman nima qilishdi. Menga aql o'rmatyapsiz. Tushundingmi? Bolalar ham narsasini olmaganlar. Ketamiz shekilli. Aka, shularni o'rab bering. Alloh seni olding. Ayolim uchun men bitta so'mcha oldim. Aka, shuni o'rab bering. Loya pastda shuncha gapirdim. Sabr ta'sir qilmadi. Onasini borligida qadriga yetmayapti. Ertaga kech bo'ladi. Keyin afsuslansa foydasi bo'lmaydi. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Oramiz